Go'zal qizim, kuchli ekspertsiz, shunga sizdan so'rayman anaqasi. Hozirgi kunda ayollarimizda uchraydigan muammolardan biri qaysi bo'lyapti? Buvijon, bilasizmi, ayollarimiz homiladorlik tug'ruqdan keyin ularda ayollik a'zosida kenglik borligidan va bundan turmush o'rtoqlari shikoyat qilayotgani haqida juda ham ko'p gapirishadi va ularda aynan yaqinlik vaqtida havo chiqayotganda uyalib qolishayotganidan shikoyat qilishadi. Aksirganda, yo'talganda, ayniqsa sizga o'xshab mazza qilib kulishganda peshob ushlab tura olmasdan pastligi ho'l bo'lib qolgandan shikoyat qilishadi. Tagliklarni tinmasdan almashtirib ko'p puli ketayotganidan shikoyat qilishadi. Yana og'irroq holatlarda bo'lsa, tahorat olayotganda qo'limga qanaqadir go'shtli teyyapti, qanaqadir ham jismli teyyapti, bu nima deb so'rashadi. Bu bo'lsa aksariyat hollarda qindevorlarini tushishi, bachadon tushishi bo'ladi. Va ko'pchilik operatsiya qilingandan keyin 1 yil, uzog'i 2 yildan keyin yana eski holiga tushayotganidan shikoyat qilishadi. Bu problema ko'pchilikda bo'lsa, ayollarimizga qanaqa yordam bera olamiz, qizim? Ularga bemalol uy sharoitida operatsiyasiz o'zimni avtorlik intim gimnastika metodikam bilan hamda avtorlik go'zalam trenajyor yordamida bu muammolarni hammasini bartaraf qilishda yordam bera olaman. Undan tashqari ularda turmush o'rtoqlari bilan munosabatlari yaxshilanishi uchun, yana xuddi asal oyiga qaytib qolgandagi olovli munosabatlar bo'lishi uchun kursimda zo'r bonus darslar ham qo'shganman. Ichida psixologiya, seksologiya hamda har xil arabcha raqslar, twerk, xullas mukammal ayol bo'lishga, A nuqtadan B nuqtaga oson yengil o'tishga zo'r darslik tayyorlaganman. Menga ham intim gimnastikani o'rgatsizchi, bemalol kulib yuraman, keyin kursingizga qo'shilib olaman. Как раз pensiyam tushgan. Qimmat buvi, sizni jon deb o'zimni kursimga qabul qilaman. Qizlarjonlar, sizlar ham shunaqa muammolar bor bo'lsa va bu muammolarni uy sharoitida oson yengil bartaraf qilmoqchi bo'lsanglar, mani kursimga qo'shilinglar. Kommentda bir raqamini qoldirsanglar, go'zal qizim hammaga yaqindan yordam beradi. Anaqasi o'ziga ham obuna bo'linglar, juda ko'p foydali videolar bor.